Hozir tezroq jarayoni jentrani. Lekin mashina haqiqatda voy yuraman deydi mana. Gaz pedal bossa yuraman deydi. Kartani hozir paxodi yana sekin to'g'rilab boramiz. Endi men buni videoda podrobniy ko'rsatmayman. Hozir idealniy nastroykasiga kelib bo'lgandan keyin mashinani topshiramiz. Buni men ko'rsatmayman. Qolganini o'sha bizani avtodiagnostik kursida o'rganib olasizlar agar qiziqqanlar bo'lsa, o'rganaman deydiganlar bo'lsa. Hozir bu karta неграмотный karta hisoblanadi. Men uni hozir to'g'rilab turib, ana undan keyin topshiraman. Lekin shu holatiga hozir yurishi juda ham zo'r. Programma bo'lgan mashina. Gaz benzin ikki rejimda. Mana hozir propanda. Chotki yurishi, yana to'g'rilashim kerak. Nastroykalar bo'yicha bemalol murojaat qila olasizlar. Biz ish faoliyatidamiz. Telefon qilish foydasi yo'q. Men telefon umuman ishlatmayman. Faqatgina Telegram sahifamizga yozib vaqt soatini belgilab kelasizlar.